va undan ancha komfortli bo'lgan BYD ham avtomashinamiz sotuvda. Mashinamiz 23-yil, kraskalari toza, old qismi broneplyonka bo'lgan, qora rangda. Tonirovka razresheniyalari bor, old laboylariga ham солнцезащитный qilingan. Mashina ideal состоянияda, коричневый rang salon, обдув, обогрев, полоса удержания, 160 gradus kamera, bespроводной зарядка, hamma funksiyalari bor, panorama lyuklari bor. Коричневый rang salon, salon состояния, kuzov состояния ideal holatda turibdi. Bemalol kelib ko'rib xarid qilishlaringiz mumkin. Orqa qismlariga ko'ramiz. Mashina ideal holatda, perforatsiya kojinli salon. 35 ming kilometr masofa bosib o'tgan ushbu mashinamiz 23-yil, kraskalari toza. Orqa ko'rinishlari BYD ham bitta motorli, zapas xodi 505 kilometr masofa bosib o'tadi bitta zaryad, to'liq zaryad bilan. Mashina ideal состоянияda. Kraskalari toza, old qismi broneplyonka bo'lgan. 360 gradus kameralari ham bor. Xo'p, ushbu videoda Malibu qidirib yurgan tanishlaringizni jo'natib qo'yinglar. Xuddi o'shani puliga 2023-yil BYD ham xarid qilishlari mumkin. Narx va boshqa ma'lumotlar opsiyada bo'ladi. Yana to'liqroq ma'lumot uchun Karsmerdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Narxi bo'yicha kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Narxiga arziydimi, yo'qmi?